Muqaddima. Kun g'arbga qiysaygancha qadim shahar qal'asining egiz sepilidan xeyli yiroqdagi kohishliq cho'ng gumbaz hayratli qad ko'tarib turardi. Uni cho'rdigan cho'ng kichik etkapxonlarning ba'zi tomlari o'rilib tushgan edi. Bu atrofdagi yangi qo'pirilgan, ko'milgan, qiysaygan, o'ntirilgan, suvoqlari to'kilgan son-sanoqsiz qabrlar hayot insonlarni mamatliq dunyosiga chaqirayotgandek surilib ko'rinardi. Yemirilib, og'zi echilib qolgan ba'zi go'rlarda odamning yijib turgan bosh sumaklari, sarg'ayib chirishga boshlagan iskeletlar ko'zga tashlanib, vahima tarqatadi. U yer bu yerga unib qolgan yantoq, ko'ktikanlar nima uchundir kishini mayuslantiradi. Qabristonlikning so'l tarafida shoxlab deb-degilak bo'lib ketgan bir tip reydi daraxti bor edi. Uning qaramto'l soyasi tushgan karvon yo'li yiroqda ko'rinib turgan qum barxanlarga tutishardi. Kishilar jinning uvusi deb atab olgan bu vahimlik reydining tuviga kelishdan qo'rqishardi. Aptab chiqib, chin-chin ko'ringan osh qum barxanlarining yenida bir tip qapoq terak ko'kka bo'y tortgan edi. Uning baraqsan shoxlari qushlarga qo'ndoq bo'lsa, tuvidagi soyasi yo'lovchilarga oromgoh edi. Yaqindan beri bu yerda janda quloq kelgan bir dardman buvay paydo bo'lib qoldi. U sadiq tilmaydi. Soyda o'ltirib, satar chalatdi. Kishilar o'lishib, uning mungluq nag'masini tinchaydi. Namoz vaqti bo'lganda azon ovozini eshitib, asta o'rindan turgan bovay satarni ko'tarib, etkapxonaga kirib ketadi. Nam nasabini bergachkimi, kishilar uni alohida hurmat qiladi. Bugun bovay har kungi odati bo'yicha terakka yo'nalib o'tirib, satar chelishga boshladi. U kamanchini satarning tarimlariga har qitim surkaganda chang to'zan qo'nib to'pirang bo'lib qolgan oq soqollari titrab, o'skilan quyuq qoshlari ostidagi uyqusizlikdan qizirib qolgan ko'zlari miskin tus oladi. Yumshoq va siniq urilgan kamanchidan chiqqan ovozga tankash qilingan mumduq g'azal kishilarning yurak dorilarini chekatdi. Baya muqam boshlanish bilan tang birdan ikkidan kelib, uning atrofini cho'rdab o'tirgan nomrod dehqonlar. Chor bozorchi savdogarlar, o'tib ketib to'xtab qolgan yo'lovchilar bovaydan ko'z uzishmay sehrli muqamning do'lqinlagan sadosiga g'arq bo'lishgan edi. Ularning dard tasratlari bayon qilinayotgandek eg'iri tortishardi. Bovayning pag'ani tutgan edi. U nava muqamining daston g'azallarini shundoq larzan ohangda o'qidiki, kishilarga qabrlar silkinib, yo'g'in to'g'roqlar ko'mtirilib ketayotgandek. Ko'kda harorat chechib, chaqnab turgan quyoshmi erib, eqib ketayotgandek tuyulmoqda edi. Balo dashti ara Mejnun meningdek ko'rmanish davron, quyundek har zamon bir ko'rmagan vodida sargardon. Ne qayg'u malalimga uqubat dashtidek g'oyat, ne savdoyu jununimga malomat bahridek poyon. Kecham nursiz o'zim og'rib, ichim g'amnaku bag'rim chaq, tilim lalu tenim halsiz, ishim ko'zda yoshim qon. Zaiflik, dardu g'am, tashvish, jafo chekmak menga odat. O'zim bir xoru sargardan, qatli xanjiri hijron. Tig'onimdan palax g'amkin, yeshimdan bu jahon rangin. Ne dardim o'tig'i taskin, ne hajrim dardiga darmon. Beshim g'am toshidan pora, tenim hijri o'qidim yora. Ko'ngil bu parag'a chora, toparg'i topmayin imkon. Buvayning yosh sirg'ib turgan ko'zlari chetda qarab turgan bir bolaga tushdi.
12 yoshlarga kirgan bu bolaning uchisida chig'i yo'lliq qora kim xaptun, belida yeshil qora chehmi gullik balbaq, beshida qordek oppoq yepak salli bor edi. Uning turqi mag'rur, nazari o'ychan bo'lib, nurliq chiroyi bejirim qaddi qomatidan oliy nasablik ekanligi bilinib turardi. Qora ko'zlari o'tkirlikda to'shqonga qadalgan qarchig'ining ko'zlaridek chaqnab ketgan edi. Uning qo'ltig'iga kitoblar silingan maxmal jild qistirilgan edi. Ehtimol u xalq madrasasining toliblaridan bo'lsa kerak. U muqamni butun vujudi bilan berilib tanshaydi. Buvay taajjub ilkida baliq qaraganicha muqamni avjiga ko'tardi. Sapali peqir jamin ol jahon naqdin berib garcha, kishi jamshid jamin satqun olmaydi baho aylab, ko'ngilkim ro'zgarimni qarar deb bo'ldi avara, tepis tazdiray davran ara yuzin qara aylab. Muqam oxirlashib buvayning etikiga har kundagidek qog'oz pullar, mis yarmoqlar, kumush tangalar tashlandi. Eliqi balan sal egilib, parqirab turgan ikki tillani buvayning etikiga qo'ydi. Balaning bu mardligidan hayron qolgan buvay uning nurlanib turgan kang peshonasiga mehr bilan suydi va ko'pchilikka qarab tavazzu bilan beshini aydi. Allah'ın iradesi, cemaat iltifati, peqirni nazir chirog'dan behojat qilgan. Satorchilik, muqam o'qib, ahli darsman ko'ngilni erishdi buyurgan. Oshiq o'z ishqi bilan beniyozdir. Pul, oltin, kumush, anam tig'i bilan tilinib, hasrat daryosi g'arq bo'lgan ko'nglimni xursand qila olmaydi. Menga bir necha tanga bo'lsa yetadi. Buvay etikidagi qog'oz pul tangalarning ko'p qismini jo'ljul kiyimlik g'arib miskin sohillarga ulashtirib berdi. Eliqi bala bergan ikki tillaning birini 7-8 yoshlik yerim yalang'och bir o'g'il bola yetilib olgan ama chalg'an. Birini 2 puti naka tizilib bo'lgan to'qir yigitga berdi. Barakalloh! Deyishdi ko'pchilik uning himmatiga. Xudo murodiga yetkazsin. İşkili dünyada izsiz qilsin, dedi g'ayriblar. Bu ay kishilarga xush aytib, satarini ko'targunicha etkabxona qarab mandi va eliqi bolaning o'ziga so'ngishib kelayotganligini to'yib qoldi. Marhaba o'g'lim, dedi u hurmat bilan tikilgan bolaga eniq nazar tashlab. Kaynimdan kelishimda bois nimadir? Tantirmay, ishkilinmay javob berdi bola. Xuslatlik muqam navolari ko'nglimni tortib, zo'qimni qo'zg'adi. Kuy navola haqida o'zlaridan ta'lim olsam deyman. Maşallah, mübarek oting nimadir o'g'lim? Abdulrashid. Abdulrashid? Kimning o'g'lisan? Sultan Saidxonning. Barakallah, shahzodam ekansan-ku. Mug'annilar ism sharifingni, orzu havaslaringni og'izdan tushirmay tavsif qilishadi. Ilm, hikmat, jangbozlik, chavandozlikda kamolatga yetishni maqsad qilib, fidokorlik bilan tirishib etibsan. Inshaalloh, qalam va alam tutgan qo'llaringda jiqishlar nusrat topqisidir. Xudo rahmat qilsin o'g'lim. İnşallah qulluq bu. Men texi meclislarda tavsiflanishga, tillarda ta'riflanishga loyiq emasman. O'rganib bilim tahsil qilishni, al yurtni yovdan qo'g'dash uchun jangbozlik, sarbozlik ishlarida zamonning mard-mardonalaridan bo'lishni orzu qiluvchi go'dakman. Muğannilarni ustoz tutib, muqamga ishq bog'lagan bir havaskorman. Qachonki seni bu yerda paydo bo'lgandan tortib, bu dashti cho'llarni chalg'on satorlari larziga keltiribdi. Aytgan muqamlari jami alni mahfiya aylabdi.
Peyqir gödək bolsamı, xeylidən biri qayıl bulub, özlərini g'oyibona ustoz tutib kelgan edim. Bugun yaratquchi egimiz o'zlari bilan tanishtirdi. Nom sheriflarini bilish men uchun sharaf va faxrlikdir. Shahzoda so'zdan to'xtab, ikki qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Ilgari xaloyiq Peyqirni G'o'ji Muhammad Sarvari degan noloyiq ism bilan atishatdi. deb o'zini tunishtirish emas, o'tmishini bildirish yuzidan so'z ochdi bo'vay ig'ir xo'rsinib. Bugungi kunga kelganda meni muqamchi, jon kezar sozanda deyishadigan bo'ldi. Bu menga bek munosib nom. Agar zolim bek, qonxo'r amir degandek nomlar bilan otsa, yaratquchim Allohga qandoqmi javob bera olaydim? Ra'iyatga qandoqmi yuz kelalaydim? Allohdan minnatdormanki, meni avam undoq bizar nomlardan saqladi. Ammo ba'zilar meni jadid, aysh ishratchi, dinsiz degan nomlar bilan ayblab, ko'zdan yo'qotmoqchi bo'lganlikda rost. Yanala Peyqirni o'ziga shak shubhasiz iymon keltirguchi, qulluq qilg'uchilar qatorida omon inson saqlab kelayotgan Alloh qo'llarimni satardim. Tilimni muqamdan ayrimay, zotimni nurlantirdi. Shahzodam, agar Peyqirdan ba'zi ibratli savoblarni anglashni istasang, mening ko'lbamga marhamat qilg'in. Shahzoda Abdulrashid ma'qullik bildirib, sal mukchaygan qomatli bo'vay G'o'ji Muhammad Sarvarining kaynidan qadam tashladi. Shahzodam, yolg'izlik malollik elib kelmagay deb andish qilyapman. Shahar sirtiga yolg'iz chiqqan bo'lsang, bu botirlikdan emas, dedi G'o'ji Muhammad Sarvari kayniga qarab. Yo'qsa taqsir, madrasadagi bir kunlik o'qishimni oyoqlashtirib bu yerga kelishim, kishiga ziyon yetkazmagan bandisini Alloh saqlaydi, andish qilmag'aylar. Shahzodaning javobidan mamnun bo'lgan G'o'ji Muhammad Sarvari uni etikobxonlarning kaynidagi qumliq jo'ngda cho'qchib turgan kichik gumbaz ichiga boshlab kirdi. Bu mening bu dunyodagi hayotlik ko'ldan, shundoqla u dunyolik oromgohim. Marhamat qilg'in shahzoda, dedi paxol ustiga silingan qo'y terisini ko'rsatib. Abdulrashid madrasadagi ustozining oldida yukinib o'tirgandek qo'llarini duoga ko'tardi. Alloh salomatlik ato qilsin ustoz. Kamol topgin shahzoda. G'o'ji Muhammad Sarvari yog'och oyoqdagi qiytiqdan sapal tovoqqa bir oz to'kib, qum cho'gindagi muzdek suvni quyib, do'q qilib shahzodaga tutdi. Cho'ng huquqimni qondirgandek elimga tashna ko'nglimni ham qondirishga nisib qilsin Alloh. Ortiqcha takallufning hojat emasligini sezgan G'o'ji Muhammad Sarvari so'z ochdi. O'z qon tarimdan kelmagan, kishilarga mansub bo'lgan pul molni o'zimga harom sanayman shahzoda. Mening qimmatlik boyliqim kishiga huzur, ilhom, g'ayrat, kuch baxsh etgan muqamdir. Diyorimdagi ilm oshnolari, muqamni so'yguchi, muqamga butun vujudi bilan ishtiyoq bog'lab qadrligichilar mening qo'ldoshlarimdir. Bu g'erib ko'ldan ular bilan ovatdir. Peyqir mush sababdan hayot. G'o'ji Muhammad Sarvari tovoqdagi dog'dan bir o'tlab so'zini davomlashtirdi. Men yashinib qoldim. Dunyoning hamma huzur halovatlarini, ranjim mehnatlarini, rohat jafolarini ko'rdim. Mol dunyo nima? Vaj ovqat nima? Bayoshatlik nima? Yo'qsullik nima? Hammani tetidim, bildim. Vafosizlik, azob uqubatlar menga dunyo maishatlariga aldanmaslikni, ko'ngilni pok, tanni durust tutishni o'rgatdi. Shahzodam, men o'z vaqtida buvang Sulton Ahmad Xonga o'rdi vaziri bo'lgan edim.
Sultan Ahmad Xon meni o'zingizdak yaxshi ko'ratdi, menga ishonatdi. Ordening hamma imtiyozlaridan bahramand bo'lgan edim. Darix talak ta'tir cho'rgilab Mirza Abubakr taxtga chiqdi. U meni hammadan mahrum qildi. Hatto bola chaqinlarimdan ayirib, sarson, sargardon qilib atdi. Qo'limda mush sotar bilan kamonchidan boshqa narsam qolmadi. Bular azoblik kunlarimdagi xo'shliqim. Men bularni hargiz tashlamayman. O'zgalarga ham tortqizib qo'ymayman. Menga uningsiz mol dunyo, o'rlik nisb bo'lmas shahzodam. Al yurtga ayon bo'lsinki, menga 6 kunlik umrimdagi rohat, o'z ajrimdan keladigan samimiy ixlos va sadoqatdir. Ovozim al-ra'iyatning sadosiga tankash, soz muqomlarim diyorimning husni va qudrati bilan ma'nudashdir. Bu gaplarni anglagan balaning avval qora ko'zlari cho'ng echilib, ondan qo'shunisi sal turildi. Hayajondan o'zini basolmay o'rnidan dast turdi-da, ko'z yoshlarini ertib-atgan Xo'ja Muhammad Sarvarining qo'llarini tutdi. Hurmatli ustoz, men bu diyorga kelgili ancha uzun bo'lmadi. Dadam Sultan Saidxon bilan billa Kabuldan Mirza Shoh Bobur oldidan lashkar tortib, bu ona diyorga kelib, Mirza Abubakrning alg'i solgan zulmini dafiy qildi. Dadam podshoh bo'lib al-amin topdi. Dastlabki qatim boyiq terakdudi janoblarining xush ovozini anglab, muqom o'rganish ishtiyoqim hassalab kuchaydi. Nom sharaflarini bilgim, dono fikrlarini anglag'im keldi. Biroq o chaqlarda Peqirning tili bilan yuzturali so'zlashish mumkinchilik yo'q edi. Amdilikda bo'lsa, altinchi fursat tug'ildi. Men xonliq madrasada o'qish imkoniyatiga ega bo'ldim. Fursat bo'lsa, terakduyga kelib, o'zlari bilan didor ko'rish muqom angladim. Xudoning iltifoti bilan hozir bilib turibdimanki, men bir oqil va xolis ustozga yetishibdiman. Shogirdlarining hurmatini qabul qilg'ayla. Xo'ja Muhammad Sarvarining texi yesh kichik bo'lsa-mu, turqidan mardonlik chiqib turadigan gap so'zlari o'rinliq, mijozi o'nliq, chechan, xushbichim shahzodaga havas keldi. Ichidan tahsin oprinlar aytdi. Beshini sanab joyida o'ltirg'izdi. Rohat davlat ko'rganlikdan emas, samimiy sodiq ulfatga yetganligidan g'ayratga kelgan inson murodiga yeta oladi. Shukr balam, Alloh sana o'xshash bir shoh o'g'liga mendek bir ojiz peqirni ustoz tutishga nasib qildi. Menga bundan ortiq davlat kerak emas. Sarvari yog'oq qo'llarini shahzodaning mursiga qo'ydi. Senin qaddi qomatingdan bu o'g'lim Yunusxon, Ahmad Xonlarning simasini ko'rib o'taman. Bilamsanki, otang Sultan Saidxonning adolat va shafoat bobida marhum cho'ng dadangdek ra'iyatparvar, ko'ksi qorni kang shoh ekanligi butun Mo'g'ulistonda mavaro ummahirga ayon bo'lmoqda. Al-g'imida bo'lish hamma shohlarning qo'lidan kelavermaydi. Shohlar uchun aytganda odillik va donolik hammadan afzaldir. Marhum cho'ng buvon Yunusxonni ko'rishmoq nasib bo'lmabdi ekan. So'z qat'i Abdulrashid joyidan bir oz qo'zg'alib turib, "Ey shahzodam!" Sarvari o'yg'i cho'mgan holda gapini davomlashtirdi. Bahodir otang Sultan Saidxon, Sultan Ahmad Xonning o'g'li. Buni bilasan. Sultan Ahmad Xonning otasi bo'lsa, boya muborak nomi tilimda joriy bo'lgan podshoh Yunusxondir. Yunusxonning otasi Uvaysxon. Uning otasi Shir Ali Xon. Uning otasi Muhammad Xon. Uning otasi Xizr Xo'ja Xon.
Onun atısı İsən Buğaxan. Onun atısı Doğaxan. Onun atısı Buraxan. Onun atısı Yisun Təva. Onun atısı Məva Tuğan. Onun atısı Çağıtayxan. Onun atısı Çingizxan bulup yat iqlimni so'rag'andir. Zinhar unutmaslik lazım ki nasabni bilish, o'z qadr-qimmatini bilib yashash uchun oldingi shartdir. Nasabini bilgan kishi o'zini, boshqalarni bilalaydi. O'zini bilgan kishi al-yurtni so'raya oladi shahzodan. Sen shundoq ustun nasablikki oliy himmatlik bo'lishing zarur. Ustozim, nasablarni esimda saqlayman. Hurmatli sazovar buvullarim to'g'riliq obdan biladiganlar. Bu to'g'rida o'rdadagi ustozlardan ko'p anglagan bo'lsam-mu, ko'nglim qanoat topmadi. Ular saltanat taxtiga qandoq chiqqan, qandoq yurishlarda bo'lgan, buni bilgim keladi. O'zlaridan ham anglasam deyman. Balam, yanada shahzoda senda. Baya muqam o'ginishga kirishganligingni aytgan edim. Endi shuhratlik ota bovularining tarixini bilishga oldirayotsan-ku. Shundoq ustozim, toju saltanatga bo'lgan intilishim qilichga mehrimni tushirgan bo'lsa, musiqiga bo'lgan havsim muqamga ishtiyoq bog'latgandir. Bu gunohmi? Aslo. dedi Xo'ja Muhammad Sarvari to'g'ri javob kutib jiddiylashgan shahzodaning mantiqsiga qoyil bo'lib. O'z nafsini dabli qon to'kish uchun qilish ko'tirish, shahvoniy chokini havsini qondirish uchun musiqiga berilish bu gunoh. Tehi kichiksan bolam. Orzuyingni tushundim. So'zlab beray. Shuhratlik cho'ng bo'lgan Sultan Yunusxon olim, odil podshoh edi. Fuqarolarning g'amini yeydi. Mo'g'uliston, Marara Mahirdik sulton podshohlar ichida eng hurmatlik edi. Bo'g'an sulton Ahmadxon bo'lsa, oq ko'ngil, ammo beg'am kishi edi. U g'aflat qo'ynida qolganlik sababli toju taxtni tortqizib qo'yib alam chekkan. Pekir bu to'g'riliqni so'zlab beray. Hammadan biri surur bo'lgani Bahodir otang Sulton Saidaxonning Mirza Abubakr xonni mag'lub qilib, Saidiya xonligini qandoq barpo qilganlik to'g'risidagi tarixdir. Bu ishlarning ba'zilarini bilsang-mu, ko'p qismini bilmasliging mumkin. Shundoq ustozim, bu tarixni so'zlab bergan bo'lsa-da, uni bilib olsam, muqamni texmi zo'r ishonch umid bilan o'rganishga boshlayman. dedi shahzoda taqazzo bo'lib. Pechqa nayzi bo'yi qolgan kunning nurlari qum barxanlarini qizg'ish rangga kirgizgan edi. Yozning salqin shamili gumbaz atrofidagi yo'lg'un ko'k tikanlarga urilib, gumbazning eg'iz yo'chuqlaridan g'uruldab kirib, Xo'ja Muhammad Sarvarining teniga rohat bag'ishladi. U diqqat nazarini o'ziga tikilib turgan shahzodaga qarab, Saidiya xonligining qurilish tarixini Sulton Ahmadxonning Yorkentdan Oqsuvga chekingan kunlaridan boshladi. Anglayotganinglar bir qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 1-bob. Tundik suiqasd. Tehi quyosh patmagan edi. Zarafshon daryosi do'lqinlanib oqmoqda. Bulut besib kelayotgan ufqdan zardak chechilgan kashki shafaq chayqilib, eqiyotgan suvga so'z jula tashlab, bajoyiki qon dog'larini hosil qilgan edi. Daryoning bosh tarafidan goh o'rlab, goh pastlab kelayotgan kema qirg'oqqa yaqinlashdi. Bulut ufq yuzini qaplab, o'tirishga ozi qilgan quyoshni to'sdi.
Su ustida, qiyoqlarda, yeşil yapraklarda chaqnab turgan shafaq birdilla o'chib, gugum tushdi. Kema qumsaz yerga tirilib to'xtadi. Paloq urib kelgan kemichilar horig'ini qaramay dast turishib, kemaning tom orqalarini ko'tarilib turgan ushli xoda toshga bog'lashdi. Ondan ular suv chashrab yo'l bo'lib ketgan tonch ko'ynaklarining ustidan bog'lab olgan belvoqlarining uchi bilan yuz ko'zlarini surtib bo'lib, hurmat bilan qo'l bog'lab turishdi. 3 odam otlarini yetilagan holda kemadan tushdi. Qo'l bog'lab turganlardan uchaylan ularning otlarini shoxlar qurib ketgan to'g'roqqa bog'lab qo'yishdi. Ular ichidagi qora soqoli o'ziga salofat bergan, bug'doy o'ng bo'yliqroq kelgani Sulton Ahmadxon edi. U odati bo'yicha bu navbatni ishkarga savut dubulg'a kiyib chiqqan edi. Namozni qazo qilish durust emas. Shamni daryo bo'yida o'qib elib, onda yamaydi. Dedi Sulton buyruq talaffuzda qo'llarini chiyirib, dubulg'asining peshona tarafiga qo'yilgan go'har go'yo yulduzdek chaqnab turardi. Xo'p, shohim. Dedi 40 yoshlar chamisidagi qeniq qarqashliq Ali Sardar tambal dastini sal egib. Nima uchundir uning chiroyi sal tutuq edi. Andili 20 yoshlarga kirgan o'rda shoiri Ayozi 2 misra beyit o'qidi. Ajab xushjoy ishkan shoim toat ibodat qilg'udak, kech kunduz demay sagak bo'lib tilovat qilg'udak. Sulton Ahmadxon boshlanishib kulimsirab qo'yib, yiroqdagi to'g'roqliq dog'isiga berib hojatga o'ltirdi. O'rdaga tezroq qaytish ko'yda oldirayotgan Ali Sardar soqolini bir siypab qo'yib, daryo bo'yiga tarab kelishga ketdi. Shoir Ayozi go'zal kesh manzarasiga moslashmagan suri bulutlarga norozi bo'lgandek ko'z yugurtdi-da, uni oldirmay berib tarab elishga tutindi. Sulton Ahmadxon tarab elib qashqa chiqqanda zar chuchulib yepak jaynamaz taqir yerga selib qo'yilgan edi. Allahu akbar, Allahu akbar. Ali Sardar larzon ovoz bilan azon aytib takbir o'qidi. Sharqirab yiqayotgan daryoni siypab o'tgan salkin shamol otlarning yoyillarini uchirib o'ynab, yo'lqinlarning qazg'ush shoxlarini shildirlatdi. Yiroqdan otlarning qovg'on ovozini anglanishga boshladi. Bütün asiyodi bilan namozga berilgan sultonning quloqiga sahro kechisini kuylayotgan paqlarning quruldashlarini kirmadi. Sulton Ahmadxon duodan keyin o'rnidan turib, gapsiz qo'ymayla otga mindi va qamchi urib, chapqinicha tez yurib ketdi. Oldirib qolgan Ali Sardar egarning ishki yeniga g'anjoqlangan bir jup qirg'ovulga putlarini takkizmay, minmoqchi bo'lib, putini o'zanga qo'yishi bilan shashjada bir oz o'rkagandek bo'lib, yugurib ketib, yiqilib ketgani tas qoldi. Ayazimo kaklik, qirg'ovul Bedeni qatarlıq oğlangan quşlar g'anjoqlangan to'riqqa chapdaslik bilan minib, kaynidan chepib ketdi. Sulton Ahmadxon har qachon shikardan yong'anda to'xtab aram elib, Yarkent shahriga nazar soladigan to'pilikka chiqib, otdan tushdi. U gugum qo'ynida g'uvo ko'rinib turgan shahardagi masjid, madrasalarning hal berilgan kahishliq gumbaz minorlariga, qandil chiroqlar yiqilib ketgan o'rda qasrlarga, chahar bog'dagi dal daraxtlar orasidagi ko'rkam ravoqlarga qarab, 2 misra she'r o'qidi. Savri ko'ngil ranjiga nab bermasa, undan o'zga hech darmon yo'qdir menga. Muborak, muborak hurmatli shohim. Dedi Ayozi xon og'izdan tunji qitim anglagan misralarning ma'nosiga yetib, ikki qo'lini ko'ksiga olgan holda. Bu bebaha misralar chanqigan chog'da sunilgan maydak Petrga ilhom baxsh etdi.
tezroq qaytish xiyolida beyarim bo'lib turgan Ali Sardor eg'iz ochmasdan qopqinib turdi. "Men shoir emas", dedi Sultan tuz ko'ngillik bilan g'ayrat shijoati urg'ib turgan Ayaziga. "Ammo she'r nazmiga ishtiyoqim bor. Sizdek shoirlarning ko'nglimga yoqqan she'rlarini yodlab olaman. Qani, endi sizdan anglaydi." His tuyg'ulari buloqdek o'qchib turgan Ayazi bir oz o'ylanib turib bu nazmni o'qidi. Tutar tadbiri birli ishlari sarosar, qilolmas u ishni behisob lashkar. Berar shamshar asli uch boshqa barham, lekin tan birli qo'lga kelgay olam. Sultonga bu nazmlar yoqdi. U Ayaziga barkalla aytdi. Nima uchundir yuragi eg'ib turgan Ali Sardor taq bo'lgan holda so'radi. "Karamlik sulton, kash bo'lib ketdi. Xubdan namzig'icha o'rdiq berib olsa xotirjam bo'ladi." debla so'zdan to'xtadi. Ehtimol ishkor qilib ko'ngli echilgan podshohning oromini buzmay dedimi, gapining oxirini aytmayla xursandxon holda eg'ir tin oldi. Sulton Ahmadxon qish-yoz demasdan ishkorga ko'p chiqatdi. Har qitim o'ziga eng yaqin bilgan bir necha kishini hamroh qilib oladi. Bu qitim ko'proq mulozim elib olishga ro'yi barmay, mush ikkalarni elib chiqqan edi. "Ey Botir Sardor, qo'rqqanga soyimi qo'sh ko'rinar" degandek, bu jimjit kechidan vahim his qilyapsiz nima? O'zini xotirjam his qilgan sulton uning so'zini chaqchaqqa aylantirdi. "Yo'q, shohim, hargiz undoq emas." Jiddiy tusda javob berdi Ali Sardor. "Ishqorga chiqqili 5 kun bo'ldi. Biz ko'rmagan jangal, daryo bo'yi, chuv dashtlar qolmadi. Xudoni sirab berib ko'p qush ovladi. Ovlagan qush jarallarni yil bo'yi go'shtidori ko'rmaydigan g'irib dehqonlarga berib, Allohning rahmatiga ega bo'lib qaytdik. Demakchimanki, shahar xalqi o'zlariga ziyon zahmat yetishdan ansiraydi. O'rdadagi amri arkalloh yo'limizga muntazirdir. Aramxondagilar didorlarga har nafas mushtoqdir. Birdan bo'lsa-mu burunroq borsak, ular muborak jamollarini ko'rib amin topay. Vaholanki ba'zi hollarda 1 minut ta'xir qilish kishini kutmagan ziyonlarga uchirdi. Shu topdan Sulton Ahmadxonning ko'z oldiga uning yo'liga muntazir bo'lib turgan sohib jamol rafiqasi va o'g'li kelib yuragi pishidi qilib qoldi. Ammo shu yana esiga kelib, Yorkentga kelgandan beri sadoqatmanlik bilan xizmat qilib sinoqlardan o'tgan o'rda ishlariga mas'ul vaziri Nazar Mirza tushib, ko'ngli taskin topgandek bo'lib, yarishimliq saqlini siypab qo'ydi. U xotirjamlikka berilgan holda: "Sardor, aytgan bu so'zingizda yaxshi maslahat bor. Buni qabul qilaman. Biroq behuda gumon, ortiqcha vahima kishini kishidan, shohlarni sodiq sipohlardan yiroqlashtirib yetadi." dedi va qorong'ulikqa cho'kkan atrofga ko'z yugurtib, qadim shaharga tikildi. "Sardor, yodingizdami? 3 yil burun dinimizning peshvosi Muhammad Fizoliddin Hazratimning ijozati va davlati bilan Oqsuvdan Yorkent diyori qadam bosganimizda bizni Nazar Mirza xalq bilan mush do'nglikda kutib olgan edi. Va mening sulton bo'lish orzuyim Allohning xolishi bilan amalga oshib, taxtga chiqqan edim. Shuning uchunmi har qayta mush to'pilik qadimim yetganda dog'dug'i bilan kutib olgan ovam ko'z oldimga kelib turib qolaman. Ularning kutganidan chiqayotamdiman deb o'zimga savol qo'yaman. Ammo ado qilishga tegishli nurg'un ishlarni tehqiq qila olmadim." Sulton afsuslangan tarzda mushtumini tugib qo'yib otga mindi. Uning
ko'ziga yana bo'g'iq o'g'li ko'rindi. Bu o'g'il boshbaharda tug'ilgan edi. To'lg'oq azobini bir kecha kunduz tartgan rafiqasining sarg'ayib sattadek bo'lib ketgan chiroyi xiyolidan kechib otga qamchi urdi. Bular tepilikdan pastga tushganda otlarning tuyoqlaridan o'rlagan chang havoda laylab qoldi. Ay qorong'isi edi. Osmonni qalin bulutlar qoplab olg'ashqa birni yulduz ko'rinmaydi. Ordu behichchidagi turli gul giyohlarga o'ralgan sanosulliq katta ravaqni kechining qora parejisi yoshiringan edi. Kumush halqaliq darvozalarning oldi va qasr to'riklariga esilgan chiroqlardan g'uva yo'riq tushib turardi. Sultan Ahmad Xonning ordu ishlariga mas'ul vaziri ham Yarkand shahrining hokimi Nazar Mirzo o'z mulozimlari bilan Ravaq tarafni bir aylanib kelgandan keyin xotirjam bo'la olmadi. U xonning ishqardan tezroq qaytib kelishini kutib, andish ilkida qolgan edi. Mulozimlari bilan goh darvoza oldiga, goh ordu ichiga yuguraydi. Vazirning ko'ngli bearam, mulozimlari parakanda edi. Shu chaqda Ravaq tarafdan gursildigan ovoz anglandi. Nazar Mirzo mulozimlarga bu atrofni yaxshi kuzatishni buyurib, o'zi yengil qadam bilan Ravaq tarafga qarab mandi. Ravaq o'rdining o'ng tarafidagi haram beg'ining qop o'ttirisida ko'zga alohida tashlanib turardi. Ustiga chiqsa, yiroq yaqindagi narsalarni, bo'layotgan ishlarni ko'rgili bo'ladi. Nima uchundir Ravaq to'riklariga esilgan chiroqlar yondirilmagan edi. Qattiq chiqayotgan shamol daraxtlarning shoxlarini egatdi. Ishti ketayotgan vazirning yuragi gupildab so'qib ketdi. Bir ansizlik vujudini cho'g'ib oldi. Ravaqning oldingi guldor ishiga elib chiqadigan poyiga qadam qo'yganda ko'ngildagi tashvish kuchayib, alahzodlik ichida qoldi. Ko'ziga bir odamning qarisi ko'ringandek bo'ldi. Bu o'z odamlarimizdan bo'lsa kerak, deb o'ylagan bo'lsa-mu, yana qadam yetkazishga petin olmay, shippida to'xtab qoldi. Yarkand shahrini kengaytib yasab, 10 yildan beri hokimlik qilib kelayotgan bu odam ahliga kelgandan beri mushtundagidek ansizchilikda qolmagan edi. Yiliq ko'langa Ravaqning o'dilidagi qeyri yamoq darxining tubida tuyuqsiz yo'qib ketdi. Nazar Mirzoning andisi kuchayib, kayniga yondi. Shu asnoda bir odamning xirqirab kulgan g'alati ovozi yamoq darxining tubidan anglandi. Nazar Mirzo janobli, men bilan zulmat kuchingan Ravaq oldida uchrashib qoladiganliklari tushirgimi kirmagan bo'lsa kerak, a? Taqdir shundoq rahimsiz. Bizni boshqa yerda kunduz uchrashtirmay, qorong'u kechada uchrashtirg'inni mo'jiza desa bo'ladi. Taqsir o'zlariga ogoh bo'lsalarki, ajallari to'shdi. Azroil jonlarini qabzi qilg'usidi. Bundan keyin Yorkat va hokimman deb xiyol anglamsizlar. To'g'rimi? Bu joqqa qadar hech qanday bir maxluqot janoblari kabi o'z o'limini bundoq osonlik bilan kutib olgan emas. Sazgur va donoliklar tufaylidan ajal sharobasini bu yerga so'rab kelgandir. Hamda ta'xirsiz uni ichmakdan boshqa amal yo'qdir. Gap uzildi. Nazar Mirzo g'ilobdan chiqib turgan qilsepini tutguncha dam etib turib qoldi. Vahimlik sildirlab turgan yamoq darxining tubida yuziga niqob tartgan bir odam paydo bo'ldi. Nazar Mirzo hech kutmagan bir chaqda topimning ostida paydo bo'lib qolgan dushmanga taqobil turish uchun qilishni g'ilobdan shundoq tez sug'ordiki, qorong'ulik kesilib, qildan inchki nur sizqi paydo bo'ldi. Bir-biriga qarshi urilgan qilishlarning jarang-jurang qilgan ovozi tun qorong'usining shubhalik jimjitligini buzib tashladi. Yuziga niqob tartgan yana bir odam yamoq darxining tuyiga kelib yoshirinib, jon-jahli bilan erishayotgan ikki odamdan ko'z uzmay turdi. Qilishlar bir-biriga tekkanda xuddi chaqmoq chaqqandek o't chaqnaydi.
Bir çağda niqablangan bayqa adamning beshi qilish tegdi. U beshini tutqunicha ingrab yiqildi va o'z qini g'arq bo'lgan holda yer qasab put etib tipirlashga boshladi. Yanıq tarixinin tüyüge yoşuringan niqablik odam kaynidan to'ydirmay kelib, Nazar Mirzaning bo'yniga kuchab qilich urdi. Tandan ayrilgan bosh yerga tushib, sakrab to'xtadi. Bosh siltan silkinib jim bo'lib qoldi. Yeliq niqablik odam Nazar Mirzaning qoniga bo'yalgan tenni so'rab kelib, yanıq tarixining tüyüge ozgalg'i tashladi. Ko'zi o'chib qoldi, to'pig'i milinib yotgan boshni tepib ozgalg'a tushirdi. Qo'chqorbek og'a, jim qiynalib ketdi. Xudo haqqi, meni uyqumaga ilib berib qutqizib olgin, tez bo'lgin. Yilinib xirqirdi boya Nazar Mirzaning qarichi tegib yiqilgan odam. Qatshib Ali Bardor, dushmandan zaxmigan do'stning qo'ldan nishkasin. Seni ko'tirib ketgandaman, bangini xiyonat qilma. Jinim qiynalgan bo'lsa, mana bu qilichim seni azobdan qutqizdi. Qo'shqir yasovulni hejib, qonli qilishni yuqori ko'tardi. Agar kunduzi bo'lgan bo'lsa, uning cho'quri so'qchaq yuzining tartishib, poltib chiqqan ko'zlarining baqanda qizirib ketganini ko'rgili bo'ladi. Xudodan qo'rqdim Qo'chqorbek og'a. Sulton Mirzo Abubakirga nima deb javob berasan? Sulton Mirzo Abubakir Ali Bardor Nazar Mirzani o'ldirgandan keyin sen uni ujuqtirib bo'yga o'tdimi? Yana qondaqki bunda. Qo'shqir yasovul sen o'limga mahkum degan ma'noda ko'z qisdi. O'zingga tavba qildim Allah. Bu badniyatlarga oldinibdi-mi? Uning so'zi tugamasdan qilish ko'ksiga sanjaldi. Ali Bardor ochiq tipirlab jon berdi. Qo'shqir yasovul jasadni tepib yumiltayotgandan keyin o'zini daldiga ilib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shamol kuchayib, ig'onib turgan yanaq daraxining bir tal shexi qarasab sunib ketdi. Chaqmoq chiqib qarasab tushgan yomg'ir birpas sharqirab quyildi-da to'xtab qoldi. Qaranlık keçinin tımtaslıqı kişini aylantirgidek darajada sirliq tus olgan edi. Ordu tarafdan mash'al ko'tarib kelgan bir qancha yasovul navkarlar ravaq chiqib to'rikka esiqliq cho'ng chiroqni yondirdi. Ular ravaqdan tushib, go'yo yig'izar qilayotgan mungluq sildirinib turgan yangoq daraxt tövida cho'chib turib qolishdi. Mash'al yo'riqida tandan judo qilingan qo'rqinchli boshni ko'rishgan edi. Yana ozg'alda yotgan jasadga ko'z selishdi. Nazar Mirzo, Ali Bardor degan titrak ovoz hamma ig'izdan tangli chiqdi. Shu chaqda "Uni chiqarishma, bu yerdan darhol ketish" degan ovoz angladi. Yasovul navkarlari qilich yalmashlab chiqib ketgan 4 nafar niqobli odamni ko'rganda qo'rqqanlaridan zuvoni o'chdi va qo'llaridagi mash'alni tashlab qechishdi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchilari Hoji Mirzahid Kerimi Savud Davudlarning Millatlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Saidixon nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atgan o'tishimizda davomli anglatamiz.